ko'pincha tabib o'z shahri qishlog'ida emas, hattoki boshqa joylarda, boshqa viloyatlarda faoliyat yuritadiganlari bor. Kimlardir xonadonni ijaraga olib, o'sha joyda joylashib olib, qabulxonasini ochadi. Tevar atrofga mish-mish xabarlar tarqatiladi. O'ziga xos reklama yo'lga qo'yiladi. Falon joyda falon tabib davolayapti. 20-30 yil doktorlardan shifo topmagan kasallar bir haftada sog'ayib ketayotganimiz va hokazo shunga o'xshash gaplar. Eng qizig'i, bu hol yashirincha emas, ochiq oshkora amalga oshirilyapti. Tabib noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan joyda ham mahalla rahbarlari bor, faollari bor. Ular profilaktika inspektorlari faoliyat yuritadi yoki o'sha hududga rasman berkitilgan hatto shifoxonalar bor. Soxta tabiblar mahalla kattalarini ko'nglini olib, og'zini mo'ylab tursagina faoliyat yuritiladi. Nima qilamiz bir-birimizga yashirib bunday holatda bir-birimizdan? Soxta tabiblik romchi, kursuvchilar ko'rsatadigan xizmati ortida ochiqni aytganda korrupsiya holatlari ham bor. Biroq ko'pincha mahalla faollari jamoatchilik vaziyatga o'z vaqtida munosabat bildirmaydi. Natijada ba'zi bir kasalliklar surunkali kasallikka aylanib ketadi. Oylab yillar davomida uni davolash qiyin bo'lib qoladi. Hatto kimlardir nogironlik oladi. Hayotdan ko'z yumganlari bor. Yolg'on tabiblikni taqiqlovchi konkret norma belgilanyapti. Qo'qondan bitta aperist chiqsa tabib, odamlar gurra oqib borishyapti. Tuppa-tuzuk odamlar ham. Hatto shunaqa gap gapirishyapti. Bitta kasalni olib borishib, agar shu kasalni tuzatib bersangiz sizga ishonamiz deyapti. Mana shu e'tiqod ham dajjolga ergashadigan e'tiqod. Uni tuzatib bersa ham bu aperistni aperist deya olish iymon hisoblanadi. Dajjol bir odamni o'ldiradi. Tiril desa qaytadan tiriladi. Menga iymon keltir desa, iymonli odam unga qarab tursan kofirsan deydi. Osmondagi bulutni chaqirib yomg'ir yog'di desa yomg'ir yog'diradi. Menga iymon keltir desa sen kofirsan deb turadi mo'min. Bu Qo'qondagi nima bo'lyapti? Bormi og'riq degan aperist. Shuni tuzatib bersangiz sizga ishonamiz deyish kufr, birodarlar. Kufr bu. Iymonli odam bunaqangi dajjol sifat odamlarni kichkina bolachasiga, kichkina urg'achisiga ergashib ketyaptimi? Bu dajjol chiqqanda umuman xatar bo'ladi. Shunaqa yomon bo'ladi. 40 kunda dunyoda fasod qilmagan ish qolmaydi. 40 kunda. U fasodiga mubtalo qilmagan odami qolmaydi. Oz sonli iymonli odamgina shundoq qaraganda peshonasidagi kofir belgisini ko'radi, unga qarshi chiqadi. Mo'min odam.